Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Qazaqistanның importida Xitoy Rossiyaga yetishib oldi. Ukrainaga tajovuz qilish sababli Rossiyaning xalqarалық embargolarga duch kelishi va Xitoyning Turkiston Jumhuriyatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni uzluksiz kuchaytirishi, irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistondagi chegara eg'izlaridan zo'r darajada foydalanishi sababli o'tgan 4 yilda Qozog'istonning import manbasida Rossiyaning yetakchilik o'rni tuvallab, o'rnini Xitoy egallashga boshlagan. Qozog'iston xalqaro xabar agentligining 5-dekabrdagi xabarida qayd qilinishicha, Xitoy 2025-yili tunji qatim Qozog'istonning umumiy importida Rossiya bilan teng nisbatni, ya'ni taxminan 29% ni egallagan. Sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 2021-yili Rossiya Qozog'iston importining 43% ni egallagan. Ammo 2025-yilining dastlabki yarmiga kelganda bu nisbat 29% ga tushib qolgan. Garchi Rossiyaning Qozog'istonga qarata eksporti o'xshash mazgildagi 17 milliard 600 million dollardan 18 milliard 600 million dollarga yetgan bo'lsa-mu, ammo Qozog'istonning importida egallagan nisbati ko'rinarli darajada tuvanlagan. Import nisbati rayonga qarab farqlanadigan bo'lib, Rossiya bilan chegaralanadigan rayonlarda Rossiya tovarlarining nisbati yanada 50% dan yuqori bo'lgan. Qozog'istonning Xitoydan import qilishi oldingi 4 yilda davomli oshmagan bo'lib, 2021-yildan 2024-yilgacha Xitoyning Qozog'istonga qarata eksporti 8 milliard 200 million dollardan 15 milliard 300 million dollarga o'rlab 86% oshgan. 2025-yilning dastlabki yarmida yana 23% eshib 8 milliard 300 million dollarga yetgan. Tahlilchilarning qarashicha, Xitoy tovarlari asosligi Olmaota rayonidagi chegara eg'izlari orqali Qozog'istonga kiradi ekan. Undan butun mamlakatga tarqatiladi ekan. Mavjud ta'minlash zanjiri va sanoat taqsimotining ta'siriga uchragan shimoliy sanoat rayonlarida Xitoy tovarlariga tayinishning eshishi nisbatan osti bo'lgan. Xabarda Xitoy tovarlarining tannarx va ashyo oboroti jihatdan afzalligi ega ekanligi, bozor ulushini yanada kengaytirish bo'shliqi borligi, Rossiyaning bo'lsa geopolitikalik vaziyatning ta'siriga uchrayotganligi, Qozog'istonning import sohasining rasmiy holda ko'p qutbli davrga kirganligi qayd qilingan. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistondagi chegara eg'izlarini zo'r miqdorda ko'paytirib, kengaytirib kelayotgan bo'lib, Sharq Turkistondagi qonga bo'yalgan majburiy emgak mahsulotlari to'salg'usiz holda Turkiston Jumhuriyatlari Yevropa, Osiyo ellariga to'shilmoqda. Italiya prezidenti Yevropa o'rtaq mudofaasini qurib chiqolmasa, fojialik oqibatlar kelib chiqadi, dedi. Mattarella Yevropa o'rtaq mudofaasini qurib chiqishdagi mag'lubiyatning harakatsizlikning fojialik oqibatlarini ko'rsatayotganligini aytdi. Italiyaning ANSA xabar agentligiga asoslanganda, Italiya prezidenti Sergio Mattarella Yevropaning birlashma mudofaa qurilmasi qurib chiqilmagan ahvolda fojialik oqibatlar bo'ladiganligi to'g'risida ogohlantirgan. Mattarella Italiya Ispaniya suhbat munbiridagi qatnashuvchilarga so'z qilib, bugungi kunda o'rtaq bir Yevropa mudofaasini qurib chiqishdagi mag'lubiyat birlashish musobasidagi harakatsizlikning barliq fojialik oqibatlarini ko'rsatib beryotidi, dedi. O'rtaq bir mudofaani qurib chiqishda davomlashayotgan kechikishlarni tilga elib, Yevropa ittifoqidan yiroqni ko'rarlikni ko'rsatishini va jiddiy harakatga o'tishni talab qildi. Bargan siri murakkablashayotgan yer shari xarakterli qiyinchiliklar va raqobat texmo kuchli bo'lgan geosiyosiy muhit bilan xarakterlanadigan bu tarixiy mazgilda Italiya Ispaniya hamkorligi Yevropaning xalqaro sahnada yetakchi rol o'ynashini qo'lga keltirish jihatda hal qilg'uch ahamiyatga ega deb qo'shimcha qildi. Mattarella yana Yevropaning taraqqiyot va fursat yaratish iqtidorini kuchaytirishining zarurligini ta'kidlash bilan birga, iqtisodiy manfaatlarga adil erishishga kafolatlik qilishning muhimligini ta'kidladi. Isroiliya yangi yillik mudofaa xomchotini ko'paytirdi. Isroiliya Mudofaa Ministrligi 5-dekabr e'lon qilgan bayonotida Isroiliyaning 2026-yillik davlat mudofaa xomchotining 112 milliard shekel
taxminan 34 milliard 630 million dollar qilib bekitilganligini bildirdi. Bu raqam dastlabki loyihadagi 90 milliard shekeldan oshirilgan. Isroiliya mudofaa ministri Isroil Katz bilan moliya ministri Bezalel Smotrich mudofaa chiqimi ramkasi to'g'risida birdaklik hosil qilgan bo'lib, Isroiliya kabineti kelar yillik xamjotni muzokara qilishni boshlagan. Bu xamjot cho'qim mart oyigacha tasdiqlanishi kerak ekan. Bo'lmasa, yangidan saylam o'tkazilishi mumkin ekan. Ministerlar 4 dekabr uzunga so'zilgan yig'inni boshlab o'tgan. Agar loyiha ma'qullansa, dastlabki tasdiq uchun parlamentga yo'llandi ekan. Davlat mudofaa ministerligining ishxonasi Katizning so'zini naql keltirib, biz Isroiliyaning har qaysi saflaridagi bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Isroiliya armiyasini kuchaytirish, jangchilarning ehtiyojini to'liq hal qilish va zapas askarlarning yukini yengiltish uchun davomli keskin harakat qilamiz degan. Smotrichning ishxonasi 2026-yillik davlat mudofaa xamjotining urush portlashdan burungi 2023-yildagiga solishtirganda 47 milliard shekel ko'paytirilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Isroiliya 2024-yili Falastin va Livandagi urush uchun 31 milliard dollar sarf qilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programımızı görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.